Ben gapirib. Xumam chiqib ketmay tur. Xumam chiqib ketma, og'irroq bo'l. Og'irroq bo'l. Qayerdasan? Og'irroq bo'l. Kelasanmi? Boraman onasini sizga. Qayerdasan? Oilasidan kelma, so'kinma, to'xta. Qayerdasan? Toshkentdaman. Toshkentdaman. Toshkentni qayerdasan? Toshkentdaman. Adresni beraman, lichkaga o't, beraman adresni senga. Kelmaganimmi? Man shu aytgan o'zi borib so'rab olishadi seni. Ayt. Ayt. Ke davay. Ke davay. Borib yotmayman sen. O'zing qara. Meni kimligimni bilasanmi? Meni kimligimni bilasanmi? Meni kimligimni bilasan? Men sen uchun boshimni og'ritib, sen uchun ko'cham boshiga ham chiqatmayman. Sen meni urvinim emassan. Tushunyapsanmi? Sen meni urvinim emassan. Men senga o'xshagan mayda-chuyda hasharotlar bilan Humoyin og'zingni yorib yuboraman, qisib o'tir. Senga o'xshagan jalabti bolasi bilan 5 minut gaplashganimdan ko'ra 5 minut battle o'ynaganim yaxshi. Tushunyapsanmi? Musur, xarobadan chiqqan onasi indis. Onangni sikib qo'yaman men seni so'rab ol. Sen onangni sikib borki, seni tuqqan onang o'shanda xato qilgan. Seni tug'masdan bilad onangni ko'ttaga sikib o'sha payt bak chala oldirib tashlash kerak edi. Onangni kindigiga sikib siqirtda bolasi. Onangni sikib qo'yaman. Davay, so'ra. So'ra. O'zingni bos, o'zingni bos. Tegdingmi? Oiladan gapirma. Menga qara, jalabti bolasi, menga qara, tegmaganga tegdingmi? Dalbayo. Seni qilayotgan situatsiyang butun millatga isnod. Butun davlatga isnod. Nima deyapsan sen? Butun millatga musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi qilayotgan ish. Tushunyapsanmi? Meni destilni ko'rganim uchun aytyapman. $300 kechasi uyimga olib kelib turib yotaman deyapsan erkaklar. Sen tushunyapsanmi nima deyotganingni? Sen nima deyotganingni tushunyapsanmi? Chumo. Ikkalamizda bir-birimizdan kam joyimiz yo'q. Ikkalamizda bir-birimizdan kam joyimiz yo'q. Endi qara. Gapir, Humo. Mana sen gapir. Sen gaping yo'qmi? Meni o'zingga tenglashtirma. Meni o'zingga tenglashtirma. Ketingni yo'raman. Meni o'zingga tenglashtirma. Bitta efir qilgan paytim aytib bergan ishtobi men sendan so'rayman. Mana erkaklarni qara, hammasi bunga ko'ryapsan, to'xtang, ko'ring. Hammasini ko'ring. Kim bu? Kim bu? Hammani qo'y. Qani Sardor qaysi biriga turadi? Ishak siqita qo'y hammasini. So'kinma ko't. Qo'y. Nima? Mesej karaji efirda qachon ochasan? Bitta efir qilgan paytim aytib bergan ishtobi men sendan so'rayman. O'sha bitta intervyu chaqirib olaylik. Oka, gapim O'sha mana senga sen ishongan odamlar, mana sen ishongan odamlar sen qo'y. Kim bu Misrda bolasi men bunga ishon. To'xtab tur. Buni tanishlarini ham qo'y. Kim bu onangni sizga meni qo'ttag'imga osilib yurgan, meni video qilib achko'narat qilib yurgan bitta Misr kim? Huma qolganlarini ham ko'rsat, hammasini. Buni atrofdagilarni bunga aytyaptim, aktiv oshiraylik. Bunga aytyaptim. To'xta, qo'y yana qolganini qo'yur. Yozgan o'rtoqlarini ham qo'yur. To'xta. Meni o'rtog'im. Qo'y mana, qo'y, o'zi senga osiladimi? Qo'y. Boshqalarini ham qo'y. Biza chiqqan qani. SMS'larni ham qo'yur, Humo. Ko'rsatur SMS'larni ham. Bo'ldi, bu bo'ldi. Endi SMS'larini ko'r, boshqalarda SMS'ini ko'rsan. Do'stim, ikkinchi telefon qo'tyapti-da. Qatyapti-kan u. Mesej karaji bu bo'ldi, boshqasini qo'y. Paytim aytib bergan ishtobi men sendan so'rayman. Intervyu chaqirib olaylik. Oka, gapim mesej karaji intervyuchilar mana qiladi seni orqangdan yugurib. Qolganini qo'y, qolganlarini ham qo'y. Men buni tanimayman. Bu menga tegishli joyi yo'q. Bu Buxorolik. Endi qolganini qo'y. SMS'lar yozganlarini ham qo'ygan senga kerak bo'lsa. Men ortib ketsam hammani tortib ketaman shu. Hammani tortaman. Sen qo'y deyapman. Bitta qo'y eshitadi so'kinmay. Sardor endi gapirmaydi. Nega o'tiring? Qo'y. Ko'rsat. Sen bilan o'ynaylik, shunaqa turishingga deganlarni ham qo'y, davay. Ko'rsat. bu Sardor gangster bor-ku, Sardor gangster taniysanmi? Taniyman, juda yaxshi taniman. O'zimda futbolning komandamda. Ko'rdingizmi? Gapirtirgan o'zingizni tanishlaringiz. Endi yana boshqasini O'ndaylarmi? Like uchun, hype uchun ko'ryapsizlarmi? Meni intervyu savol beraman, taniyman deb aytasan, ko'ryapsanmi? Sen onangni sizga indamay yurganimga bilad, urvim emas, olishma ish ko'tti bolalari bilan deganimga toza quyushqondan chiqding. Onangni ko'ttiga sizga bor-ku,
Shuni chappasiga olsam, onang nomiga tiqib yoraman turgan joyingda. Yerda omida bo'lmaysanmi? Yerda omida bo'lmaysan, mo'may nomiga tiqib yoraman. Ishonasanmi? Xolang nomiga tiqib yoraman bitta ikkitangni. Qaytib chiqmaysan keyin o'sha joydan. Meni tiq bir yozganlar o'ynaylik deb. Sani demayapti. Men buni taniyman. Qo'y qolgan taniganlarini qo'y, yozgan taniganlarini tezda qo'y. Ko'rsat. Kimda? Kimda? Bilmayman. Bu Men qayerdan bilaman? Sanga yozganlar, o'ynaylik, qilaylik deb yozganlar hammasini qo'y bu taniganlarni, atrofidagilarni qo'y. Hozir hammasini qo'ymayman men. Nimaga hammasini qo'yishim kerak? Bu Zohid qo'yapti. Tanimayman deyapman, senga o'zbekchalab gapiryapman. Men bu Bessagonni tanimayman deyapman. Yana aytayapman. Taniydiganlarni qo'y, Meni menga o'xshatsin. Hamma taniydi. Meni qo'tag'imga osilib chiqib, meni orqamdan qo'tag'imga bilan turniy qilib yurayotgan bolalarni men onasiga tupib bu Sardor bilan bitta joyda gaplashmagan, o'tirmagan. Siz Sardorni atrofidaglarnikini qo'y. Yo qo'yib hozir o'yinni temani to'xtatasan. Ona sher, men oxir gapimni gapirib olay, mayli. Men shunaqa gey ekanman, boshqa narsa ekanman, hop. Lekin men shunaqa obraz qildim, Qashqadaryoni bo'pti gapirdim. Qayerdansan deb kommentariyada yozishdi. Qashqadaryodaman dedim. Qashqadaryodan deganimga afsusdaman. Hammalaringdan kechirim so'rayman. Sardor sizdan ham. Bo'ldi, boshqa gapimga yo'q. O'zbekiston gapimni eshit. O'zbekistonni bayrog'ini qo'yganing uchun Qashqadaryoda 4 million aholi bor. Qashqadaryoni obro'sini, hurmatini tushirganing uchun O'zbekistonda 40 million aholi bor. Obro'sini, xizmatini, hurmatini tushirganliging uchun men xalqi nomidan gapirayotgan odamman. Men o'zim auditoriyam o'ta ham katta. TikTokdagi number 1 O'rta Osiyoda mendagidek auditoriya hech kimda yo'q. Xalq ketadi yaqinda, Sardor. Gapimni eshit onashi. Bu dunyo, u dunyo seni kechirmaydi hech kim. Men bitta gapirgan gapim borki, qiz farzand ko'rmayman deganim uchun tez cho'kib turib kechirim so'raganman. Sen bu gapingni, bu qiliqlaringda o'zing bilan havoyiga yulma. Agar seni qilgan qilig'ingdan 100 dan 1000 dan birini bittasini men agar qilib qo'ysam, meni sikishadi bular. Meni sikishadi bular. Dalishib boramiz. Dalishib boramiz. Oson qutulmaysan. Dalishib boramiz seni. Oxirigacha boramiz. O'zingizga tushgan narsani buni boshiga Gapimni eshit. Bu TikTokdan agar ayollarni kiyimini kiyib, sochini, parigini kiyib turib napas olsang, men kirmayman TikTokka. Mana xalq aytayapman sizlarga, boshqa gapim yo'q. Gapimni o'ng quloq bilan, chap quloq bilan eshitinglar. TikTokda O'zbekistonning bayrog'ini qo'yib, O'zbekistonning qaysidir viloyatini qo'yib, onasini emsin butun millatimizni mana shunday pozor qilayotgan, kelin so'rayotgan, $300 siktiraman deb yurayotgan musurlar bo'lsa, bo'ldi, qara. TikTokdan chiqdim. TikTokka qaytib kirmayman. Amin. Allohu akbar. Joninglar sog' bo'lsin. Shuncha yil birga bo'ldik. Shuncha yil bitta joydan nafas oldik. Sizlarni ezgulikka olib borsam olib hech qachon yovuzlikka olib bormadim. Butun xalq sizlarni yaxshi ko'raman. Otalaring, onalaringga rahmat. Mana bunday isqirtlar bor ekan, men TikTokka kirmayman. Oxirgi marta sizlar bilan ko'rishimiz bo'lishi mumkin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Kimga yaxshiligim tekkan bo'lsa, kimni ozgina zarracha bo'lgan bo'lsa ham yuziga tabassum ulashgan bo'lsam, sizlarni hurmat qilaman. Bunaqalar bilan bitta joyda nafas olmayman. Salomat bo'linglar. Oxirgi marta ko'rishimiz.